Mana Sangardak shaharchasiga dam olish joyiga keldik. Mana Sangardak shaharchasi dam olish joyi, sharsharalar. Sizlarga dalshi oxirigacha ko'rsatib boraman, nimalar bor. Mana yo'llarda qurtlar, har xil nimalar bor, sotiladigan, suvlar bor, idishlar bor, o'yinchoqlar bor. Mana yo'l bo'yi polli magazin, o'yinchoq nimalar sotadigan joylar. Mana fontanlar bor ekan. Meni ham tushirib ketdik. Mana sharsharalar. Mana shunaqa sharshara joy ekan. Toza suv bu? Atalishdan suv pishami deyman. Pishsa bo'ladimi? Ha, toza. Mana shunaqa nimalar ekan. Endi bakalashkalar sotadi. Odamlar ko'p. Ketdik, ayla. Telefonni ber, telefonni. Ana sharsharalar otilyapti, nariyadan sharsharalar. Tog'dan chiqyapti lekin, mana tog'dikimi? Ha? Ayna bali tepalardan ham. Sangardak. Bunda nimada chiqib kelar ekan? Lesisadan chiqib mana bu yana bitta. Mana yerda ham bitta nima bor edi, sharshara. Bu ikkinchi katta sharshara bo'ladi. Shuni toza suv ekan. Suv toza. Yo'qa joylar ekan. Ana ustiga chiqing. O, mana sharsharaning. Bu yerga chiqing, men bu yerdan bitta oling. Mana bolalarning oldiga chiqing. Mana sharshara. Tabiat qo'yni mana bu qaranglar, do'stlar. Alloh taoloning mo'jizasi. Qoyil qo'sa bo'ladi. Mana shu tepa tog'dan buloq bo'lib, sharshara bo'lib, chiroyli bir manzara bo'lib. Qoyil qolmasdan. Ko'ringlar do'stlar, mana bu toshlarni qaranglar. Toshlarimiz bunday chiqib turibdi. Qo'ldan yaratganlar. Tabiat mo'jizasi. Ana sizi, aka. Biz g'orda chakirdik, mana unda tepalarni qaranglar. Faqat nimalar suv chiqib turibdi. Lattasi ham bormi ekan? Ha, yo'q, u narsa yaxshi emas, latta telefon nima qiladi? Telefoningizni bering, tushiraymi, menimcha yaxshi. Mana shunday nimalar bor ekan. Ichkaridamiz, mana tashqi tomon. Rasmga ham tushib oldik. Tepadan suvlar tomib turibdi. Почти. Ha, men ham tushib. Juda issiqda, salqinda shu payt kelsanglar juda zo'r bo'ladi. Mana shunaqa, mana bu ichkarilarga kirib rasmga tushdik. Mana ikki g'orlar bor ekan. Shunaqa nimalari bor ekan. Sangardak dam olish joyi kelaverasizlar. Bu Surxondaryo viloyati, bu ham Denov tumanida joylashgan. Sangardak deb yozsalaring, kartaga chiqib kelaveradi. Bemalol kelaverasizlar. Yoqdan ham chiqib borsalaring bo'lar ekan. Ana u tepaliklari ham bir shoshib turgandik, shuning uchun tepalikka chiqa olmaymiz. Tepalikka chiqib borsa ham bo'ladi. Ziyoratgohlar bor. Har xil. Biz hozir Xonjiza Citydan kelib birdaniga Sangardakka ham kirdik. Shunga kechib turgani uchun qaytadigan bo'lib qoldik.
Hozir shunga tepalikka dalshi tepalikka chiqa olmaymiz. Bu ko'rsatma haydashni. Gapiradi. Mana shunaqa gaplar. İşte. Böyle.